zarar chizishi mumkin, ustiga yozib tashlash mumkin. Davlat mulki nafaqat arxivda, davlat mulkiga shikast yetkazish u farqi yo'q. Tashqarida masalan haykalga ham hazillashib hozir yoshlar har xil anaqa internetda mashhur bo'lish uchun qiliqlar qilishyapti. Mana shu holati bo'yicha ham jinoiy javobgar bo'lish masalalari ko'tariladi. Bilamizki, arxiv ma'lumotlari bu nafaqat oldingi ma'lumotlar bo'lsin yoki hozirgi davrdagi arxivda saqlanayotgan ma'lumotlar bo'lsin, bu O'zbekiston Respublikasining mana shu ijtimoiy iqtisodiy sohalarda uning barcha jarayonlarida juda ham muhim ahamiyatga ega va ushbu ma'lumotlarni saqlash masalasi, ya'ni konfidensiallik masalasi borda, axborotlarning yaxlitligi. O'sha axborotlarning yaxlitligini ta'minlash masalasi hozirgi kunda juda ham muhim narsa. Ya'ni biz raqamlashtirish jarayonida misol uchun arxiv ma'lumotlarini raqamlashtirdik va ma'lum bir ma'lumotlar bazasiga saqladik. Endi shunday holatlar bo'lishi mumkin, qandaydir bir endi ko'pchilik axborot xavfsizligi sohasida yovuz niyatli abonent, yovuz niyatli shaxs deydi, endi keng ommada buni hacker deydi. Endi ular tomonidan ma'lumotning konfidensialligi buzilishi mumkin. Ya'ni misol uchun qaysidir shaxsni, mana shu jamiyatda juda bir muhim ahamiyatga ega bo'lgan shaxsni yomonotliq holatda u ma'lumotni o'zgartirgan holatda yozib ketishi mumkin. Ya'ni ma'lumot yaxlitligini buzishi mumkin-da. Endi bunday holatda hozirgi kunda juda ham bir yaxshi texnologiya rivojlanib kelyapti butun dunyoda. Bu texnologiya raqam texnologiyalar asosan raqamli iqtisodiyot sohasida, iqtisodiy boshqa ijtimoiy sohalarda ham qo'llanilyapti. Bu blockchain degan texnologiya, agar raqamlashtirish bo'yicha nima qilgan bo'lsalar, blockchain texnologiyasini agarda biz kelajakda ushbu sohada qo'llaydigan bo'lsak, bunda har bir ma'lumotlar bir-biriga zanjir shaklida bog'langan holatda saqlanadi va ushbu ma'lumotlarning konfidensialligi, yaxlitligi ta'minlanish darajasi juda ham yuqori darajaga yetadi. Xususan bugungi kunda aynan raqamlashtirish va raqamlashtirish orqali biz ma'lumotlarni o'zgarmagan, buzilmagan holatda kelgusi avlodga yetkazib berishimiz bu shubhasiz bizni tariximizda aytib o'tilgandek turli xil yovuz kuchlar tomonidan o'zgartirilishi yoki biror bir boshqa bir g'araz maqsadda yo'naltirilishini oldini olishga ham xizmat qilar ekan. Ayni lahzalarda ko'rsatuvimiz so'ngida biz milliy arxivimizdan o'rin egallagan juda ham qimmatbaho hujjatni hozir e'tiboringizga havola etish istagidamiz. Va keling, mana shu hujjatni o'zi ushlab turishni o'zi bir faxr, hayajon va menimcha siz ham hayajonlanyapsiz. Marhamat Aziz aka, bu nima ekanligi menimcha tomoshabinlar uchun ham, hozir bu yerda studiyadagilar uchun ham juda ham qiziq. Bu O'zbekiston Respublikasi Oliy Kengashini O'zbekiston Respublikasi davlat mustaqilligini e'lon qilish to'g'risidagi qarorini asl nusxasidan ko'chirilgan nusxa turibdi. Albatta. E'tibor berishimiz mumkin. Aynan bu hujjat, ya'ni original hujjat Toshkent shahrida 1991-yil 31-avgust 335/12 raqami ostida muhrlangan hujjatdan nusxa olingandir. Mana bu ko'rishimiz mumkin. Bilasizmi? Albatta bu biz uchun noyob hujjatlardan. Albatta bu hayajonli daqiqa deyishimizni sababi ham bor. Sababi aynan mana shu kunga yetish uchun bizni qanchadan qancha ziyolilarimiz, qanchadan qancha ota-bobolarimiz, qanchadan qancha o'zbek farzandlari o'z jonlari bilan buni badalini to'lashgan. Lekin bugun biz mana shu kunga yetgan ekanmiz va mustaqillik tufayli haqiqat barqaror topayotgan ekan. Bunda esa shubhasiz raqamli texnologiyalar yordamida qayta tiklanayotgan mana shu arxiv ma'lumotlari ham bizga juda katta ko'mak beryapti va shubhasiz faqat bizni ko'rib turgan yoshlarga aytadigan gapimiz bu balki bir qog'ozdir, lekin uni mazmun va mohiyati bizni qalbimizda bo'lishi kerak bo'lgan qaror, g'oya sifatida muhrlanishi kerak. Bir narsani aytib o'tish kerak E'zoz aka, bugun arxivni raqamlashtirish haqida so'z borar ekan, bu zamon talabi. Bu to'g'ri, qiyin jarayon, sekin-astalik bilan tizimli ravishda amalga oshiriladi. Lekin biz arxiv hujjatlarini yoki arxivdagi o'sha san'at namunalarini raqamlashtirar ekanmiz, ularni demak yana ham umrini uzaytirishga bu jarayon hissa qo'shar ekan. Albatta, bu qarorni ko'rib, o'qib, hozir yaqinroq tanishar ekanman, shubhasiz. Aynan dilimda ham hayajon, ham faxr, ham iftixor bo'lyapti va tilimga kelayotgan yagona so'z u ham bo'lsa, mustaqilligimiz abadiy bo'lsin.